Bugun travmatologiya va jarrohlik sohalarida eng ko'p uchraydigan patologiyalardan biri rabdomiyoliz haqida gaplashamiz. Bu qanday kasallik? Assalomu alaykum. Rabdomiyoliz bu ma'lum bir xavf omillari natijasida skelet muskullari, ya'ni ko'ndalang targ'il mushaklarining nekrozi bilan yuzaga keladigan, natijada bu mushaklardan chiqqan endotoksinlar, ya'ni mioglobinni qonga o'tishi bilan va buyrak kanalchalarini shikastlanishi bilan kechadigan, oxir oqibat o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan yuzaga keladigan og'ir patologik holat hisoblanadi. Bu rabdo chiziqli targ'il, mio mushak va lizis buzilgan degan ma'nolarni anglatadi. Rabdomiyolizni quyidagi turlari mavjud. To'g'ridan to'g'ri mushak jarohatlanishi bilan yuzaga keladigan holatlar, ya'ni jarohatlar, krash, ya'ni uzoq muddat ezilish sindromi, chuqur kuyish holatlari va hayvon tishlagan jarohatlar, fizik yuklamali sabablar, og'ir sport mashg'ulotlari, marafon va og'ir jismoniy yuklamali ishlarni bajarish, tutqanoq xurujidan so'ng va mushak ishemiyasi bilan bog'liq bo'lgan holatlar, ya'ni generalizatsiyalashgan omillar, shok va gipotenziv, ya'ni qon bosimini tushishi bilan bog'liq bo'lgan omillar va lokal kompression omillar, ya'ni gips va shinalarni siqib qolish holatlari, turniket, ya'ni jarrohlik amaliyotlarida jigutni uzoq muddat siqib qolish holatlari, semizlik, kompartment sindrom, pozitsion kompression sindrom holatlari, toksik omillar, ya'ni alkogoldan, narkotikdan va toksik moddalardan zaharlanishlardan keyin rivojlanadigan rabdomiyoliz, zaharli hayvonlar va o'simliklardan zaharlanishdan keyin rivojlanadigan, metabolik sindromlardan keyin kechadigan, issiq va sovuq urish holatlaridan keyin rivojlanadigan va har xil dori vositalaridan keyin, ya'ni statinlar, kortikosteroidlar va boshqa dori moddalarini nazoratsiz va uzoq muddat qo'llashdan keyin yuzaga keladigan turlari mavjuddir. Kasallik og'irlik darajasiga ko'ra yengil, o'rtacha og'ir va og'ir kechadi. Rabdomiyolizni quyidagi belgilari mavjud. Siydikni qora, choy yoki kofe rangiga kirishi, mushak holsizligi, mushaklardagi og'riqlar, har xil spazmlar va shu sohada shishning rivojlanish holatlari. Kasallikni diagnostikasida ikki xil omil ko'riladi. Lokal, ya'ni mahalliy omillar. Mushaklardagi lokal og'riqlar, mushaklarni bosib ko'rganda yumshaganlik holati va shu sohada shishning tez rivojlanishi va mahalliy ko'karishlarning vujudga kelishi. Tizimli belgilar: ko'ngil aynishi va qusish holatlari, umumiy holsizlik, isitmaning chiqishi, hushning chalkashligi, qo'zg'aluvchanlik va deliriy, anuriya, ya'ni siydikning chiqmay qolishi holatlari yuzaga keladi. Va undan tashqari diagnostikasida quyidagi laborator belgilar kuzatiladi. Qonda birinchi 6 soatning ichida mioglobin miqdori ortadi va birinchi 12 soat ichida kreatin fosfat kinazani miqdori ham normadan oshadi. Elektrolitlar, ya'ni kaliy, fosfor, kalsiy va boshqalarining miqdorini oshishi, siydikda oksil, mioglobin va siydik kislotasi tuzlarining kristallarini paydo bo'lishi kuzatiladi. Kasallikni davolash. Davolashning asosiy maqsadi buyraklarni himoya qilish, mushak parchalanish asoratlarini oldini olish va sababni bartaraf qilishdan iboratdir. Ko'p miqdorda suyuqlik berish. Bunda qondagi mioglobin buyraklarni kamroq zararlaydi va tez chiqib ketadi va siydik chiqishini muntazam nazorat qilish. Sababni bartaraf etish, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan rabdomiyolizga olib keladigan sabablarni bartaraf qilish, og'ir mashqlarni to'xtatish, statin qabul qiladigan bemorlarni vrach nazoratida dorisini
to'xtatish, issiq urganda bemorni sovutish, gips qisib qolsa uni bo'shatish, suvsizlangan holatlarda suyuqlik o'rnini to'ldirish va boshqa omillarni bartaraf etishdan iborat. Elektrolitlarni nazorat qilish. Qonda kaliy, fosfor, kalsiylar ko'payib ketgan vaqtda ularni antidotlarini qo'llash. Buyrak faoliyatini nazorat qilish, ya'ni siydik haydovchi dori vositalarini qo'llash, kreatin, mochevinani nazorat qilish. Agar buyrak yetishmovchiligi va qonda kaliy nihoyatda yuqori darajagacha chiqishi rivojlansa, unda gemodializ haqida o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Undan tashqari og'riqlarni nazorat qilish, non-narkotik va narkotik analgetiklarni qo'llash. Agar sizni amaliyotingizda shunday holatlar kuzatilsa, zudlik bilan tez yordam ko'rsatish haqida o'ylab ko'ring va kerakli mutaxassis travmatolog ortopedga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.